Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 33-chi dars 33-chi qismlik darsimiz. Bu qismlik darsda biz OOP konseptlarininki tunjisi encapsulation, kapsullashtirishni o'rganamiz. Kapsullashtirishni. Undan so'ng men bir package quray. Üç. Buga o'rganadigan fuqum encapsulation. Kapsulashtirish degan gap. Xuddi bir dori bor, kapsul bor. Shuning ichida bir dori ichida uning teshidimda bir kapsuldan qo'g'daydigan uni. Dal ashunga misollashtirib encapsulation deb ism qo'ygan bunga. Ya'ni buning ismi mana encapsulation. Klassni shu ism bilan qo'yib qo'ydim. Bu bir OOP fuqumi bu. OOP ning bir fuqumi. Bek muhim, bek ko'p uchraydi bu. Shirkatlarda ishlasanglarmi, proyektlarda bek ko'p uchraydi bu. Encapsulation. Endi shu encapsulation'ni, ya'ni kapsullashtirishni bir ig'iz so'z bilan yig'incha qilsak, sonliq ma'lumot yushirish desak ham bo'ldi. Ya'ni hiding data. Hide diye yoshirmoq degan gap, datasi, sonliq ma'lumot, men hozir amaliy misoldan ko'rsatib qo'yman. Boshqalarning kirishni cheklashni ko'rsatadi. Sonliq ma'lumotni yoshirish. Endi bu metod bo'lamdi yoki metod qurayli yoki o'zgarguvchi qurayli qaysini qo'ysak, sonliq ma'lumot tipiga asosan biz buning boshqalarning kirishini cheklab qo'ya olamiz. Buni cheklash uchun biz private mushalqiliq so'zni ishlatamiz. Private degan shaxsiy, xususiy degan gap inglizchadagi. Biz publicni o'rgangan-ku, publicni qarshi ma'nosi private. Private bilan qanday biz encapsulation yetimiz. Hamda bu encapsulation'ni nimaga o'xshasak bo'ldi desanglar, qalqonga o'xshasak bo'ldi. Qo'g'daydi. Xuddi shu dorining, kapsul dorining ichidagi shu metod yoki o'zgargich bo'lsa, shu encapsulation sirti tugilab ketmasin deb qanda qo'g'digandek, mushu Java'dagi encapsulation'ni bir qalqonga o'xshasang bo'ldi, qo'g'daydigan. Hamda buning amaliy misolini so'zlamsam, o so'zlarsam tushunmaysizlar. Masalan, ma'noga bir variable qo'sam, masalan string name day. Name nima? Osman Qazi. Shunaqa. Ondan keyin buningga yosh day int 25. Endi mushkisi bor. Shunaqa. Endi men buni yana bir klass qurib, mushuni ichiga qo'ysam bo'lardi, yana bir klass qo'ysam bo'lardi, bir yaxshiri. Biz OOP ningki fuqumlarini barbara o'rganamizkin. Masalan, test qilaymi shuni. Test degan sinamoq degan gap. Encapslam deb qo'yay. Encapsul bo'ldi. Encapsulation. Mushuni test qilish. Buni qanday qilamiz endi? Buni main methodni qurib, mashqisi bir package-ning ichida unutmanglar. Men ma klassni chaqirmayman, ma encapsulation degan klassni. Qanday chaqirmayman desanglar, biz o'rgandik-ku constructor bilan. Mana. Hozir ma klassning ichiga chaqirdim ma klassni. Endi bu qarasanglar, ma age bilan name bor. Ko'rdinglarmi?
Bu name bilan age ni men classni chaqirib turib constructor bilan. In name age. Man qilsam, mana Osman Qozi 25 deb chiqadi. Endi biz meyaga butun maxfiy birimni qachilab yoki bir davomli ishlatadiganni qachilab, yana bir klassda shuni chaqiriblam, klassni qurib chaqiriblam ishlasak bo'ldi demoqchi. Azroq bir narsa his qilgansizlar Java'ning oxirida nimaga ishlatadiganligimizni. Shunaqa mana ikki klass mana. Hamda bu qarasam bu Osman Qozi o'ylaydi, men yo'q, mening ismim bilan ishimni boshqalar bilmasligi kerakman, yo'shirib olaman. Bu faqat kim mush encapsulation chunki ma class public class bo'lgandikan. Kim kirib-kiralaydi-da menga encap classga. Kiriblar meni chaqirib oldi-ki mening ismim bilan ishimni bilib oldi-ken deb Osman Qozi qanday qildi? Men buni encapsulation qilib o'taman, kapsullashtirma deb qanda private ni oldi qo'yib qo'ydim. Private ni bo'ldi qo'g'dayman soliq ma'lumotni deb private degan so'zni oldi qo'yib qo'ydim. Ya'ni shaxsiy demakchi-da. Qarasam men qizdirib oldi. Topolmadi. Chunki yo'shirib oldi-da bu. Yo'shirib olgandan men qizdirib oldi, bu kiremmidi. Shundan mana unresolved compilation problems, the field encapsulation name is not visible. Ya'ni men topolmadik dedi. Chunki men private qilib aytdim. Encapsulation degan shu. Tugidi. Encapsulation degan shu. Desem nadallik qilmanglar. Encapsulation taqtugimida mush private. Hamda yana bir savol tug'iladi. Ham nima shu tugmaydi desanglar? Qanday kirimiz demakchi-da? Qanday kirma? Buni private qilib qanday kirma? Hamda biz buni kirish uchun getters and setters dan foydalanib kiramiz. Getters and setters. Bu yangi o'rganganlar getters and setters desa bir xil tushunmaydigan gap nima degan gap deb bir xil Masnaviyda qanib ketamda o gap. Getter yana birisinin ismi setter. Bular method, bular emas metod. Getters and setters degani delmushcha. Endi qanday mavi qanday kirdi desanglar. Biz meyaga getters and settersni quramiz. Qanday quramiz desanglar? Getter, yani get method, getter method, member method. Getter method qanday? To read only. O'qishchilar. Mushni o'qishchilar biz qanday? Getter ishlatamiz. Ammo o'zgartirish uchuncha, hozir amaliy misoldan ko'rsatib qo'yman, undan keyin aniq tushunsizlar. Setter message to write only. Setter yani set qanday qildi? Setter method o'zgartirdi. Ma ismni o'zgarsak bo'ldi. Ma getter o'qiydi. Yani hech ma qizdirib oldi, hech qiz kiraman chunki private qilib aytdi uni. Xuddi bir shaxsiy bog'cha kiramagandeklar bir shaxsiy qilib aytsa. Hamda birinchisi getter. Qanday o'qiymiz? Ma'ni qanday o'qiymiz? Name, age deganni. Deganda buni get bilan, ya'ni public qilamiz hamda buni metodni qurib public qilsak bo'lmaydi, bu private ni metod orqali public. Birinchisi string shunaqa. String for the return type o'xshaydigan method, return type by method. Public string get mush ismning bo'lsa shu. Tamam, maybe qoldi. Get qanday? Diqqat qilinglarmi? Ma harf cho'ng, capital letter, cho'ng harf, birinchi harf. Return. Bu nimani return qildi? Chunki biz ma metod degan chaqda metodningki
Mana bu return type bo'lib qolsa, masalan string, int bo'lib qolsa, buni cho'qim return yozmasa qolmaydi. Shunaqa? Bu nimani return qildi bu yerda desanglar? Mana shu name ni. Ko'rdingmi? Mana qilib bo'g'ishmaya chiqdi. Mush return qildi. Ham biz mush get dan foydalanib miyaga kiramiz. O'qiymiz. Endi miyada qanday bo'ldi? Name emas. Get name bo'ldi. Tushunalmi? Get name bo'lganda anonga o'qiy oladi, kira oladi mana. Osman Qazi chiqdi mana. Endi men mush Gary bilan yana qanday qurmoqchi? Age ni. Qaranglar, metod public qilaman-da private ni. Public mau int endi. Int get age. Buni ondan tafsil tushundirib olmaydi. Mashqni ko'p qilib turanglar. Return name return oldu age. Chunki ma'nosi ismi age. Shunaqa. Endi miyagim qanday qilamiz? Get age metodni tirnoq ochamiz. Mana Osman Qazi 25 endi kirgil bo'ldi. Tushunolami? Mush private ni, encapsulation ni mush getter master orqali o'qiymiz. Endi qimmatini qanday o'zgartamiz desak, setter bilan. Mesela ismini Osman Qazidan Yalqon Qaziga o'zgartmoqchi bo'lsam, public u vaqt setter void oldu. Ikki xil metod var degandim ku, birisi return type var, yana birisi return type yo'q. Ma yo'q, void, ishim yo'q degan gap. U set oldu. Set name. Shun setter deydi. Ama miyada parametrlashtiramiz. Bu qanday name. Bunu qanday parametrlashtiramiz? This name ani o'rgandik ku constructorda. This ma'qulliq so'zini o'rgandik. Constructor degan darsga qaytib ko'ranglar agar tushunmagan bo'lsanglar. Age nim qiladi biroqlar. Age parameter int age. Mush age age demoqchi miyadagi qo'lgan. Endi qanday qimmat belgilaymiz deganda miyada biz ism Osman Qazini qanday o'zgartiraman hozir? Set name Osman Qazini Yalqon Qaziga o'zgartirdim. Set yishini 25 dan qanday 30 ga o'zgartirdim. Endi buni qanday qilamiz? Biz chiqiramiz. Get name Yalqon Qaziga o'zgardi Osman Qazi. Get age 30 o'zgardi demoqchi. Endi tugidi. Encapsulation degan shu. Ya'ni encapsulationdan yuzran intamda yoki kesib chiqilib qanday bo'lsa siz bildigan nuqta. Men yig'inchoqlab basam, yig'inchoqlab. Birinchisi nima bo'lsanglar, buning halqiliq so'zi private ni. Private mushu halqiliq so'zdan foydalanib encapsulationga itimiz deysizlar. Birinchisi. English desam, English bilmaydigan qarindoshlar tushunmasligi mumkin. Shuni uyg'urlashtirib aytaman. English bildiganlar bu gapni inglizcha o'rib deyoladi. Right? Private birinchisi qanday? Private degan mushu halqiliq so'zdan foydalanib encapsulation etalaymiz, kapsulashtirishga. Birinchi bildigan. Ikkinchisi mushu kapsulashtirib etgan yoki private qilib boshqalar kirishini cheklatkizib etgan mush private degan nima? Access modifier. Tungi darsda, ya'ni 32 qismliq darsda men access modifier tafsili so'zildim bu. Mush private nima degansan? Access modifier. Public, private, default, protected deb. Mana ikkinchi biz public ni o'rganib bo'ldik, ammo ikkinchi access modifier nima? Private. Private qanday cheklaydi, hech kimni kirgizmaydi demoqchi. Ikkinchidan mush cheklayotganni qanday o'qiymiz deganda getter method. Qanday qimmatini o'zgartimiz desak, setter method.
Server method. Qiymatini o'zgartimiz. Men tafsilga ko'rsatib qo'ydim-ku. Ondan keyin uchinchisi, asli uchinchisi birinchi so'rash kerak-da. Nollinchisi deb turay. Nollinchisi nima? Encapsulation nima deb so'rash mumkin. Ham intayin vaqtlarcha savol bo'ldi bu. Nima ish deganda? Degan nima degan bir xil dogm savolchi, degan nima deb so'ragandikinlar. Bu odam oldiga mush 100 liraning tam berganlar uchun 100 savol degandek bir varaqshni tayyorlab olgan bo'lishi mumkin, chunki rasmiy bildigan odam sizdan encapsulation degan nima deb so'rashini atayin. Shunaqa ham so'rab qolsa, shu 0-chi so'rab qolsa, qisqartib bilan nima deymiz? Hiding data. Sonliq ma'lumotni qanday yoshirish deb qo'ysanglar bo'ldi. Uni yasab, paqirtib bilsanglar mayli, lekin ham ayda tushunib olsanglar bo'ldi. Bir qalqonga o'xshaydi. Hiding data. Private, garage and service method mush uchni qo'ysanglar, cho'ng masala chiqmaydi. Hamda xumsanglar masala chiqmasligi mumkin, hamda demak cho'g'im encapsulation mushu boshqa mushunchalik tushunalsanglar, andan keyin bularmış garri bilan sarrini ko'p mashq qilib bermsanglar. Keyin izbitsizlar, masalan, projectda buni ko'p nada ishlatadi desanglar, keyin API'da o'rganganda odatda projectda ishlatadi, masalan, Selenium ishlasanglar yoki Cucumber BDD framework degan ishlasanglar, ba'zi XPath'ni olgan chaqda shuni private qilib turadi. Webpack deb, web element debchi, Webpack debmi? Private qilib turadi. Undan boshqa masalan ba'zi driver class bor, Chrome yoki Firefox'ni qilgan chaqda biz shu constructorni private qiliblam. Singleton class qilibmiz, singleton qiliblam. Shu vaqt private ishlatamiz. Undan boshqa API'da masalan serialization, deserialization degan hukmlar bor. U yerda qanday qilsa desanglar, shu JSON formatni Java object almashtirib, Java object'ni JSON format almashtirganda bir Pojo class deb bir class bor. Hamma private qilamiz shu vaqtda garri bilan serverni ishlatamiz. Hamda keyin o'rganisizlar demoqchida, men nima ish ishlatamiz deb so'rab qolsangiz, ba'zan albatta aqlli qillar bor. Nima ishlatamiz bu encapsulation deganni. Mush men deb berganimni qayta anlasangiz bo'ldi, men yana bir qilib deb bermayman uni. Hamda bu encapsulation ne bir ko'proq mashq qilib bironlar bo'lapmish garri bilan serverni. Yana bir narsani deb bersam, hozircha sizlar qo'linglar yezinglar garri bilan serverni. Undan keyin Eclipse'ning o'zida, ya'ni optimatik holda qanday garri bilan server qilib bo'ladi. Qanday qilib bo'ldi desam, masalan, men garri bilan serverni o'chirib o'tayman. Shunaqa mashq private qo'yib, o'ng tarafni besib generate resource generate debdimi? Resource'ni besib generate garage and servers. Men ko'rdingmi? Generate garage and servers desanglar, bassanglar, va tanlaydigan qaysini tanlaysa deydi. Men age bilan name'ni tanlab qo'yman. Generate qilsanglar o'zi avtomatiklam chiqarib turdi men, avtomatiklam. Lekin bu intayin o'rinliq deb o'ylayman men. Yangi ishlar uchun intayin o'rinliq. Shunda o'zim deb bermsam bo'lmaydi buni. Ammo bildiganlar bu vaqtida ishlaymiz buni. Yangi ishlar uchun o'rinliq, bildiganlar uchun vaqtida ish. Ammo qo'linglar mashq qilib biringlar. Ko'p mashq qilib biringlar. Bu yangi darsimiz mushakcha tushungan nuqta asosida ingliz shakl qoldirsangiz bo'ldi, rahmat.